Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Uyghur Akademiyası tərəfindən 8-ci yol günü Ankara'da çağırılğan Uyghur irqi qırğınçılığı davamlaşıyotganda diasporadakı Uyghur tili və mədəniyyətini qoğdab qilish degan temadagi xalqaralıq muhokama yig'ini o'zining barliq kun tartiblarini muvaffaqiyatli o'rinlab 10-ci yol günü kechda muvaffaqiyatli oxirlashdi. Yig'inga 15 davlatdagi 30 ga yaqin Uyghur tashkilotining asosli mas'ullari, har qaysi ellardagi 14 ana til maktablarining mudirlari va o'qituvchilari, Uyghur pedagoglar və tədqiqatçılar, chet ellik mutaxassislardan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inning maqsadi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va madaniyat qirg'inchiligining hozirgi ahvolidan ma'lumot berish hamda bu vaziyatda Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dashda duch kelayotgan to'sqinlik va qiyinchiliklar, shundaqla uni qandoq yengish va hal qilishning usullarini tonishtirishdan iborat bo'lib, 8-iyul tushdan burun Ankara Sheraton mehmonxonasining yig'in zalida o'tkazilgan mazkur xalqaro ilmiy muhokama yig'inining ichilish murosimida so'z qilgan Uyg'ur Akademiyasining raisi va Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi Rishad Abbas apandim bu yig'inning ahamiyati, nishoni va vazifasi haqida tushuncha berib o'tdi. Bütün dünya şahit olup durgandek, Xitoy hükümeti vatanimiz Şarq Türkistan'da halkımızga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qilib beryapti. Shuning bilan o'xshash vaqtda Xitoy hükümeti yana madaniy qirg'inchilik qilib berib, bizning tilimiz, dinimiz, madaniyatimizni tarsaladi. Shuning irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan vaqtida biz kimligimizni qo'g'damayotganki, hamma Uyg'urning başqa gelmeydiler, mecburiyeti deb qaraymiz. İçilish murosimida yana Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimning videoliq tabrik so'zi qo'yib berildi. Dolqun Aysa apandim so'zida chet ellarda Uyg'ur ana tilimizni saqlab qolish va Uyg'ur madaniyat san'atini qo'g'dab qilish yo'lida turli to'salg'ularga, qiyinchiliklarga parvo qilmay zo'r fidokorlik ko'rsatib kelgan har qaysi ellardagi ana til maktablarining qadrli o'qituvchilarga, pedagoglarimizga, tadqiqotchilarimizga, san'atkorlarimizga va ularni moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan butun tashkilotlarimizga Dunyo Uyg'ur Qurultayi nomidan alohida hurmatini va minnatdorligini bildirilganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur Akademiyasi tomonidan Ankara'da chaqirilgan mazkur yig'inga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qildi. Dolqun Aysa apandim mundaq deb ko'rsatdi. Bugun chet ellarda ana tilimizni va madaniyat san'atimizni qo'g'dab qilish va rivojlantirish harakatida jiddiy bir jonlanishning ko'rilayotganligiga shohid bo'lyapmiz. Ana til maktablarimizning soni uzluksiz ko'payyapti. Muhojiratga yosh o'smirlarimiz orasida ana tilimizga va shonliq madaniyat san'atimizga bo'lgan qiziqish va sevgi tuyg'usi uzluksiz kuchayyapti. Har qaysi ellardagi ana til maktablarimiz, Uyg'ur ansambullarimiz, madaniyat markazlarimiz Uyg'ur xalqining shonliq madaniyatini xalqaro jamiyatchilik tonishtirishda va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelyapti. Albatta, bu xil ijobiy yo'nalish mana shu so'ringa to'plangan vatansuyar, fidokor va to'pkor qarindoshlarimizning o'rtaq tirishchanligining bir natijasidan iborat. Dolqun Aysa apandim so'zida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlariga xitoban mundaq deb ko'rsatdi. Ana tilimizni va madaniyat san'atimizni sog'lom holda qo'g'dab qilishni va uni taraqqiy qildirishni har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz o'zlarining eng asosiy kun tartiblarining biri qilishi, o'zlari turishliq davlatlarda qurilgan ana til maktablarini, Uyg'ur ansambullarini, madaniyat markazlarini moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlashi, Uyg'ur san'atini nuqul holda faqatli o'yin tomosha deb qaraydigan yuzaki qarashini uzoq turishi, Uyg'ur tarixiga va madaniyat san'atiga bir butun holda ega chiqishi, bu jihatda o'zlari turishliq davlatlardagi Uyg'ur qarindoshlarimizga qaratgan to'g'ri tashviqot va ta'lim-tarbiyani kuchaytirib, madaniyat san'atimizga qarshi o'tirg'i chiqqan turli to'salg'ularni bo'sib o'tishimiz lozim. İçilish murosimida Amerika Tinchlik instituti Afg'oniston va O'rta Osiyo tadqiqot bo'limi direktori Scott Warden so'z qilib, Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan vaziyatda Uyg'ur tilini qanday saqlab qolish haqida ko'pchilikning bir yerga kelib bu masalani muhokama qilish, tajriba almashtirish va o'zaro o'rganishning muhimligini bayon qildi. Shundaqla Uyg'ur tilini saqlab qolish jihatida mavjud bo'layotgan ham kelgusida duch kelgan qiyinchiliklarni o'tirib qo'ydi. Osiyo masalalari bo'yicha demokratiya, kishilik huquq, hukumat ishlari maslahatchisi Berian Voget içilish murosimida so'z qilib, Amerikadagi demokratiya, tinch va diniy erkinlik organlarining jumladan o'zi xizmat qilayotgan o'rinning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligini davomli o'tirib qo'yib, jamoat fikri to'plab, uning qarshi bo'shashmay kurash qilayotganligini va buni davomlashtirilganligini bildirdi.
Echilish murosimida Turkiyadagi Amerika elchixonasi ommaviy diplomatiya yordamchisi Viraj M. Libayli Uyg'ur tilining qit'alar bo'yicha tarab ketgan Uyg'urlarni bir-biriga bog'laydigan muhim rishta ekanligini bildirish bilan birga Turkiyadagi Amerika elchixonasining Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dash, Turkiyadagi Uyg'urlarning ovozini anglatish uchun ba'zi tirishchanliklarni ko'rsatib kelayotganligini bildirdi. Turkiya parlament a'zosi Dr. Selçuk Özdağ bu yig'inning echilish murosimiga qatnashib so'z qildi. U uzoq tarixga ega Uyg'ur xalqining mayli qaysi davlatga borsin, o'zining an'anaviy madaniyatidan, tilidan ayrilmaslik kerakligini ta'kidlab mundaq dedi. Til bir millatning madaniyatini to'shiydigan quroldir. Til bir millatning mavjudlik belgisidir. Sizlar 5000 yillik bir madaniyatning izbosarlari. 5000 yildan beri tilinglar, naqshi musiqanglar, saniyatinglar, me'morchiliginglar va taom madaniyatinglarni saqlab keldinglar. Endi uni kelgusi avlodlaringlarga yetkazish majburiyatinglar bor. Mayli nega beringlar, tilinglarni hech unutmanglar. Uni sharaf bilan qo'llaninglar. Türkiye Demokrat Partisining muavin boshlig'i Dr. Rifat Melih Aqtash so'zga chiqib til va madaniyatni assimilyatsiya qilish ofatlarining O'rta Osiyo va boshqa rayonlarda hali ham mavjud ekanligini, buni to'xtatishga butun insoniyatning dunyodagi cho'ng davlatlarning texnik muvaffaq bo'lmaganligini tilga olgandan keyin Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dashning oldingi shart ekanligini ta'kidlab, tilinglarni yo'qotsanglar, hamma narsanglarni yo'qotgan bo'lasizlar. Buning uchun qildigan nihoyat muhim ishlar bor dedi. Yig'inning kun tartibiga asosan birinchi maydon muhokama yig'ini navbatdagi vaziyat, ya'ni Uyg'ur erki qirg'inchiligi, milliy kimlik va madaniyat buzg'unchilik temasida bo'ldi. Muhokama qatnashgan mutaxassislardan Amerika Kommunizm qurbonlari xotiri fondi oliy tadqiqotchisi Adrian Zins Xitoyning Uyg'urlar qaratgan davlat xarakterlik hujum haqida muhim faktlarni o'tirib qo'yib o'tdi. Adrian Zins so'zida 2015-yildan 2018-yilgacha nopos ko'payishi 73% tuvanlab ketgan Uyg'urlarning 2019-yilda tug'ilish nisbatining davomli tuvanlaganligi, Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonining nopos qurilmasini o'zgartib, Xitoy noposini ko'paytganligi, millionlagan Uyg'ur noposining statistik ma'lumotdan chiqarib etilganligi va bu qirg'inchilikning hali ham davomlashayotganligini ko'rsatib o'tdi. Angliya Sheffield Universiteti Sharq Osiyo tadqiqot markazi direktori Dr. David Tobin davlat xalqigan irqiy qirg'inchilik haqida so'zladi. U Turkiyani o'z ichiga olgan 26 davlatda Uyg'urlarning o'xshamagan darajada Xitoyning kuzatishi, kontrol qilishi va tahdid silishiga uchrayotganligini, ko'p qism Uyg'urlarning bunun qarshi kurash qilayotganligini, ba'zilarining bo'lsa xatarga tavakkul qilmayotganligini va hech kimga undaq deb baho berishga bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'lim direktori Olim Seyitov apandi Uyg'ur radiosining muhojirat yashayotgan Uyg'urlarda o'ynayotgan roli, Xitoydagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini oshkorlash qo'shgan to'pisi, shundaqla radioning Uyg'ur tilini qo'g'dash va ishlatishda ko'rsatayotgan ijobiy ta'siri haqida to'xtaldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhad Yo'rinqash yig'inda qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Bir-birining bo'shlig'ini to'ldirish tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning asosi bo'lishi kerak. Agar niyatimiz durust, qalbimiz pok bo'lsa, u holda vatan, millat manfaatini va milliy birlikni hammadan a'lo bilishimiz, sen yetisholmagan bo'shliqlarni men to'ldiraman deydigan mantiqi bilan harakat qilishimiz, boshqa tashkilotlarimiz qo'lga keltirgan natijalarga hasad qilish emas, balki uni millatimizning o'rtaq natijasi degan tushunchada bo'lishimiz lozim. Ona tilimizni va madaniyat san'atimizni sog'lom holda qo'g'dab qilish va uni taraqqiy qildirishni har qaysi allarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz o'zlarining eng asosiy kun tartiblarining bir qilishi, o'zlari turishliq davlatlarda qurilgan ona til maktablarini, Uyg'ur ansamblillarini, madaniyat markazlarini moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlashi lozim. Yig'inda Uyg'ur akademiyasi tomonidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoga pash qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Amerika Kommunizm qurbonlari xotiri fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zins apandimga to'n kaydirildi. Uningga o'z qo'li bilan to'nni kaydirgan Rishad Abbas apandim Adrian Zins apandimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytganligini bildirdi. To'n kaydirish murosimida yig'in qatnashchilari o'rinlaridan turib olqish yangritish orqali o'zlarining Adrian Zins apandimga bo'lgan cho'nqur hurmatini ifoda qilishdi. To'n kaydirish murosimidan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farhad Yo'rinqash apandim Adrian Zins apandimni qurultay raisi Dolqun Aysa apandim nomidan alohida tabrikladi. Yig'inning muhokama bosqichlari oyoqlashgandan keyin 9-yo'ldan boshlab yig'in ishtirokchilari 2 kunlik muzokara va o'rganishga o'rinlashtirildi. Muzokaraning birinchi bosqichida ikkinchi avlod varislarining ona tilini o'rganishga doir masalalarni nuqtaliq muzokara qilindi. Birinchi bosqichda ikkinchi avlod varislarining ona tilini o'rganishiga doir masalalar nuqtaliq muzokara qilindi. Bunda Amerika Derriston universitetining professori Rebecca Klotey nuqtaliq qilib, Havay xalqining o'z ona tilini qanday saqlab qolganligi va keyingi avlodlarga yetkazganligi haqidagi tajribalarini tonishtirib o'tdi. Gruppa muzokarasining ikkinchi bosqichida muhojiratga Uyg'ur ziyolilarini safarbarlikka keltirib, birlikka kelgan Uyg'ur tili darslik kitobini tuzib chiqish muhim tema bo'ldi. Yig'inda so'z qiluvchilar, garchi hozir har qaysi joylarda ona tili maktablari qurilgan hamda qurilayotgan bo'lsa-mu, ularning muntazam va birlikka kelgan darslik kitobining bo'lmasligining ona tilini o'qitishdagi bir muhim to'salg'i aylanib qolganligini, bundaq ahvolda o'quvchilarga Uyg'ur tili, tarix, madaniyat, an'ana qatorliq ko'p qatlamli bilimlardan barobar saboq bera oladigan bir yurish darslik kitob qurilishini tamomlashning o'xshashli muhim ekanligini ta'kidlashdi.
Hozirga qadar muhojirat muhitida Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishda eng zo'r masala bo'lib kelayotgan omilning iqtisodiy manba ekanligi yig'in ishtirokchilari birdek e'tirof qilgan reallik hisoblanadi. Yig'in muzokarasining 3-bosqichida dal mushu masala markaziy muhokama temasi bo'ldi. Bo'libmi yig'inning keyingi yarmida yig'in ishtirokchilari birdek Uyg'urlarning mustaqil davlati, mustaqil ma'arif sistemasi va yetarlik ma'arif rasxoti bo'lmagan ahvolda sukutdan harakat yaxshiroq degan prinsip bo'yicha ish ko'rish afzal deb qaraydiganligini bildirishdi. Bu vaqtdagi muhokamalarda har qaysi davlatlardan kelgan mutaxassislar o'z tajribalarini tonishtirish bilan birga bu sohada amalga oshirish mumkin bo'lgan ba'zi usullarni sharhlab o'tdi. Ularning o'rtaq qarashicha muhojirat hayotida Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolish navbatda zaruriyatlarning eng oldingi retidan o'rin olishga tegishli masaladir. Chunki Uyg'ur tilining unutulishi o'z navbatida Uyg'urlar xos madaniyat, tarix va an'ananing keyingi avlodlarga o'talmasligiga yo'l ochadigan eng chong omil. Navada bu hal ro'yobga chiqsa, u chog'da Uyg'urlar xos milliy kimlikni tashkil qiluvchi milliy ruh, milliy iftixorlik tushunchasi, yiltiz engi, vijdon va milliy arzu deganlar tamoman halokatga yuzlanadi. Milliy til yo'qolsa, Uyg'urlarmi yo'qoladi. Shundoq bo'lgan ekan, Uyg'ur tilini muhojirat saqlab qolish navbatda hammalar o'rtaq boshqa turadigan muhim masalaga aylanishi lozim. Uyg'urlar orasida asrlar bo'yi aytilib kelayotgan ish o'mlikda, kuch birlikda degan aqida bu qitimqi yig'inning 4-bosqichida o'z aksini topdi. Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishda o'z-o'ziga tayanishdan boshqa iloj bo'lmagan sharoitda har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatining bir yoqidan bosh chiqarib, bu jihatda davlatlararo hamkorlik to'ri o'rnatishi birdek buningdagi bir muhim chora deb qaraldi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbos xonimning bu vaqtda kuchli tashviqot qo'shini qurib chiqish va uni rivojlantirish haqida bergan doklati yig'in qatnashchilarining kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Muzokara yig'inida muhojiratga Uyg'ur ziyolilarini safarbarlikka keltirib, birlikka kelgan Uyg'ur tili darslik kitobini tuzib chiqish muhim tema bo'ldi. Garchi hozir har qaysi joylarda ona til maktablari qurilgan hamda qurilayotgan bo'lsa-mu, ularning muntazam va birlikka kelgan darslik kitobining bo'lmasligi ona til o'qitishdagi bir muhim to'salg'iga aylanib qolgan. Bundaq ahvolda o'quvchilarga Uyg'ur tili, tarix, madaniyat, an'ana qatorliq ko'p qatlamli bilimlardan barobar savoq bera oladigan bir yurish darslik kitob qurilishini tamomlash o'xshashla hozirga qadar muhojirat muhitida Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishda eng zo'r masala bo'lib kelayotgan omilning iqtisodiy manba ekanligi yig'in ishtirokchilari birdek e'tirof qilgan reallik hisoblanadi. Yig'in muzokarasining 3-bosqichida dal mushu masala markaziy muhokama temasi bo'ldi. Mutaxassislardan Geyvin Xelif, Hamdi Karakal, Abraham Armstrong, Mamtimin Abbas, Barat Achinu qatorliqlar g'arb dunyosining siyosiy, ijtimoiy va madaniyat sohasidagi mushu xil turlarga yordam berishini nishon qilgan turlar hamda Uyg'urlar qanday iltimos qilish haqida tafsiliy tushuncha berdi. Guruhlar muzokarasi 10-iyul yana bir kun davom qildi. Buningda Uyg'ur tili o'qituvchilarini tarbiyalash, yaqinda tayyorlangan Uyg'urcha darslik kitob haqida fikr elish, muhojiratga Uyg'urlarning ona til maktablarini qanday qilib bir mukammal sistemaga aylantirish qatorliq masalalar nuqtaliq muhokama qilindi. Dünya Uyghur Qurultiyi Kanada Uyghur huquqini qo'g'dash qurilishi va Uyghur kishilik huquq qurilishining o'rtaq sohibxonligida tunji navbatlik Uyghur qonun muhokamasi oliy kengashi 3-iyul kunidan 6-iyul kunigacha Kanadaning Quebec o'lkasining Almi shahrida o'tkazilgan va 3 kun davom qilgan mazkur yig'inga Amerika, Kanada va Angliyadan kelgan qonun mutaxassislari, advokatlar ishtirok qilib, Uyghur davosini xalqaro qonunlar asosida texim yuqori pallik ko'tarishning yo'llarini muzokara qilgan edi. Mazkur yig'inning sohibxonlarining biri Kanada Uyghur huquqini qo'g'dash qurilishi direktori Mehmet To'xta apandining istansimizga bildirishicha, bu yig'in 1 yildan ortiq vaqt tayyorlik bilan ochilgan bo'lib, uningda Uyg'ur davosidagi nuqtaliq muhim masalalar ustida strategiya planlangan. Yig'in jarayonida mutaxassislar Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasini xalqaro organlar qatlamida texmi yuqori pallik ko'tarish, majburiy emgakka qarshi turishning qonuniy tanlashlari, haq talab davosi, jinoiy ishlar davosi va qaratmaliqi bo'lgan jazo orqali Xitoyning davlat xalqan bostirishiga taqobil turish va shundaqla Xitoyni jazolash tadbirlarini qonunlashtirishning yo'llari qatorliq 4 muhim masalani nuqtaliq muzokara qilgan. Yig'inda yuqoridagi bu tema bo'yicha 46 harakat plani tuzib chiqilgan. Dolqunaysa boshchiligidagi qurultay hay'ati mazkur yig'inni oxirlashtirib 7-iyul kuni poytaxt Ottawa shahriga yetib kelgan va Ottawada Kanada parlamenti va hukumat organlarini ziyorat qilib bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan edi. 8-iyul kuni Kanadadagi bir haftalik faoliyatlarini oxirlashtirib, Germaniyaga qaytishdan burun Ottawadagi parlament binosi oldidan maxsus ziyoratimizni qabul qilgan Dolqunaysa apandim bu vaqtda qisqacha ma'lumot berib, tuvanliklarni bayon qildi. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga Kanadadan poytaxti Ottawadan Kanada parlamentinin aldığın salam ve Dünya Uyghur Qurultiyi Uyghur Hakları projekti, Uyghur Kişilik Hukuk projekti'nin 3 gün Kanada'nın Quebec şehrinde
ötküzülgen kanuni 3 günlük seminari ahırlaştı. Uygur haklarını qoqdaş projektinin sahipxanlık qilish bilan ötküzülgen tunji qatımlıq bir kanuni maslahat yig'indi. Kanadadan, Angliyadan, Amerikadan kelgan mutaxassislar, advokatlar bilan birga qanday qilib Uygur erki qirg'inchiligini to'xtatishning keyingi qadam bosqichini xalqaro qonunlar bo'yicha, milliy davlatlarning qonunlari bo'yicha majburiy emgakni to'xtatish masalasiga o'xshaydigan keng doiralik muzokaralar yaptık, foydali bir yig'in bo'ldi. Bundan keyin biz Ottawaga kelib, o'tgan yil 2-oyda mushu parlamentda o'tkazilgan 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerleştirish masalasining taraqqiyotlarini Kanada hukumati bilan so'zlashdik. Qadam bosqichlari haqida muzokaralar yapdik. Bu yerdagi yig'inimiz yaxshi bo'ldi. İnşallah pat yaqinda xalqimizga güzel, yaxshi xabarlar bo'ladi deb o'ylaymiz. Bundan başqa bir yerde bu güzel xabarlar bo'lish bilan birga mushu Ottawada bir Uyg'ur markazini qurgan, Uyg'ur mechitini qurgan, Uyg'ur davosiga, Sharq Turkiston davosiga ko'p xizmat qilgan muhtaram bir ustozimiz, saptishimiz, akimiz Aymamat Hoji o'ziga vafot bo'ldi. Biz darhol bu yerga kelib, o'zining janoza murosimiga qatnashdik, yerlikka berdik. Bu munosabat bilan bu uchurlarni qisqagina sizlar bilan o'rtoqlashishni uygun ko'rdik. Amerika hükümeti tarafından Uygurlar yürgüzülgen irqi qırğınçılıqda aktif rol oynaş bilen eyiplenip, embargo qoyulgan Uygur Avtonom rayonunun sabık reisi Şöhret Zakir 6 iyun Beyjing'de çağırılgan bir xalqaralıq yığında nutq sözlegen. Bu Şöhret Zakir'nin 2021 yılı 9. ayda Uygur Avtonom rayonunun reislik vazifesinden ayrılgandan beri tunji qitim bir xalqaralıq sahnede peyda boluşudur. Şöhret Zakir atalmış Uygur Avtonom rayonunun reislik vazifesinden ayrılıp uzun ötmey, yani 2021 yılı 12. ayda onun ismi Amerika hükümeti tarafından jaza ilan kılıngan Xitay amaldarlar tizimliğe kirgizilgan. Yani o aynı vakitte Amerika hükümeti tarafından jazalangan 4 Xitay amaldarının biri bolgan. Janubi Xitay Etkenlik Poçtisi gesinden xabar qilishicha, növbette Xitay Memleketlik Xalq Qurultayının muavin mudirlik vazifesini ötəvatqan Şöhret Zakir 6 iyun Beyjing'de taraqqiy qilayotgan davlatlar parlament a'zolarining yig'inida nutq so'zlab, Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlar qonun chiqarish organlari orqali hamkorlik olib berishni xohlaydiganligini aytgan. Xitoyning Şöhret Zakirni tuyuqsiz bir xalqaralıq yig'inda so'zlashga chaqirishidagi konkret sababi aniq bo'lmasa-mu, lekin Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini rad qilishda Uyg'ur amaldorlaridan foydalanganligi hammaga ma'lum. Janubiy Xitoy Etkenlik Poçtisi gesining aytishicha, Şöhret Zakir yig'inda Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan qonun chiqarish organlari orqali hamkorlashib, taraqqiyot, dunyo iqtisodini asliga keltirishni ilgari surish, izchil taraqqiyot to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilishni xohlaydiganligini aytgan. Xitoy xabarlari gesining xabarida 10 kunlik bu yig'inda Kamboja, Guyana, Honduras, Kiribati, Laos, Maldivi, Nigeriya, Janubiy Afrika, Surinam, Tayland qatorliq davlatlarning qatnashganligi bildirilgan. Halbuki Xitoy BDTni o'z ichiga olgan xalqarалық tashkilotlarda Uyg'urlarga munosabatlik taklif loyihalarini rad qilishda yuqorqidek taraqqiy qilayotgan davlatlar yoki diktator ellardan foydalanib kelmoqda. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.